Assalomu alaykum barchaga. Farg'ona viloyati, Farg'ona shahridamiz. Biz bu joyga naves ish jarayonidamiz. Xudo xolasa bu joyga neobычный chiroyli navesni qilishdi, полностью dizaynlarni qilib kelganmiz. Xudo xolasa chiroyli chiqqan. Bu joyga tagiga panerka qo'yganmiz. Ichiga orasiga sklavata qo'yilgan, tepasiga tunuka qo'ygan. Xudo xolasa quyoshdan, issiqdan 90% himoya qilinadi. Vakuum sifatida bo'ladi. Yomg'ir yog'sa ham ovoz chiqmaydi. Xudo xolasa chiroyli chiqqan. Bu joyimizga neobычный lazerli gulda, burchak gullari, stokalari, полностью xarilarni shunaqa qilib tayyorlaganmiz. Orasi straplarni полностью high-tech bo'lgan, neobычный, скромный dizayn bo'lgan. Xudo xolasa 1 kvadratini 450 ming so'mdan qilib beramiz. 450 ming so'mning ichiga nimalar kiradi? 1 kvadratga полностью panerka, DVPsi, sklavatasi, tunukasi, полностью karkazlari, kraskalari olib kelib uстановка qilishimiz hammasi atiga 1 kvadrat 450 ming so'mdan chiqadi. Agar sizga ham xuddi shunaqa naves kerak bo'lgan bo'lsa, bizga obuna bo'lib qo'ying va pastda nomerga telefon qilsangiz, to'liq ma'lumot beramiz. Siz zakaz qiladigan bo'lsangiz, chiroyli qilib bitkazib beramiz. Rahmat, salomat bo'ling.